Dorilaringizni ichib oling. Qanaqa dorilar? Men senga 100 marta aytganman. Men kasal emasman. Axir, Nima axir? axir men homilador bo'lishim uchun siz ham shu dorilarni ichishingiz kerak. Men soppa sog'man. Borib doktoringga aytgin. Hech qanaqangi dorisini ichmayman. O'zing davolangin. Assalomu alaykum doktor. Ha, tinchlikmi? Yana keldingizmi? Iltimos, dorilarni faqat o'zimga yozib bering, chunki xo'jayinim siz yozgan dorilarni birontasini ham ichmayaptilar. Qani eringizni chaqiring, shu yerda bo'lsalar. Ha, birga kelganmiz. Ukam keling, o'tiring. Hozir ayolingiz yig'lab keldilar oldimga. Nimaga sizga buyurilgan dorilarni vaqtida ichmayapsiz? Siz farzand ko'rishni xohlaysizmi? Farzandingiz sog'lom bo'lishini-chi? Ha, albatta. Uning uchun er-xotin davolanish kerak. Bekordan bekor shifokorlar sizga tekshiruvlar etmaymiz. Chunki unga asoslanib sizga tashxis qo'yilib va sog'lom farzand dunyoga kelish kerak. Klinikamizda hamma sharoitlar bor. Er-xotin vaqtida muolajalarni olib etganimizni qilsanglar, inshaalloh tez kunda yaxshi yangiliklar bo'lib qoladi. Men noto'g'ri tushungan ekanman. Hamma aytganlarini endi qilamiz. Rostda. Rostdan. Davolanishmi?